Zulhijja so'zining ma'nosi nima? Zulhijja so'zi haj egasi degan ma'noni ifoda qiladi. Bu oy Alloh taolo qon to'kish, urush qilishni harom qilgan 4 oyning biri bo'lib, hijriy qamariy taqvimning eng so'nggi oyi hisoblanadi. Bu oyning qanday fazilatlari bor? Zulhijja oyi unda haj amali bajariladigan, qurbonlik so'yiladigan, Arafa hamda Qurbon hayiti nishonlanadigan oydir. Bu oyning avvalgi 10 kunida qilingan amallar Alloh taolo uchun eng sevimli amallar hisoblanadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Zulhijja oyining 10 kunida qilingan amaldan ko'ra afzalroq amal yo'q. Bu oyda tutilgan roza 2 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Arafa kunining rozasi avvalgi 1 yil hamda kelasi 1 yilning gunohlariga kafforat bo'lishini Allohdan umid qilaman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyni qanday o'tkazar edilar? U zot alayhissalom Zulhijja oyining avvalgi 9 kunida, Ashura kunida va har oydan 3 kun, oyning avvalgi dushanbasi hamda keyingi 2 payshanbasida roza tutar edilar. Bu oyda ko'plab zikrlar qilar edilar va aytar edilarki, bu kunlarda tahlil, takbir, tahmid aytishni ko'paytiringlar der edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyida ushbu duoni ko'p o'qir edilar. La ilaha illallohu wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Imom Termiziy rivoyat.